Nokia 1865-yilda paydo bo'lgan ekanda. 2000-yillarda eng katta telefon ishlab chiqaruvchi statusiga ega bo'lgan ekan. 40% telefonlarni bozorini ulushi Nokia'da bo'lgan ekan. Agarda Nokia yopilsa, butun Finlandiya bankrot bo'ladi debdi. Telefon 10 kunga ham yetardi batareyasi. Nima deydi, suvga tushib ketsa ham ishlab ketaverardi. O'yini bo'lardi, ana zmeyka bo'lgan o'yini bo'lardi. Ular o'ylagan, biza degan bozorni egallab 40% bizaniki degan. iPhone qimmat degan. Biz arzon biza degan. Men $100 sotyapman. $300 kim sotadi? Kim sotib oladi telefonni-da? Tim bo'lib uni batareykasini har kuni zaryad qilish kerak ekan. 2013-yilda Microsoft bularni 7 milliard, ya'ni imенно telefon biznesini 7 milliardga sotib olgan. Assalomu alaykum, startup tomoshabinlari. Bugun yana bir hikoya bilan ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Qudrat, assalomu alaykum. Sizda Nokia telefoni yoki Kodakka o'xshagan milnitsa deyilardi, fotoapparatlar bo'lganmi oldin? Kodak, Nokia telefonlari bo'lganini g'ira-shira eslayman. Nimaga so'rayapsiz? Bularni hech kim ishlatmayapti hozir. Ayni shunda gap, chunki bugun biza bir emas, bir nechta mana shunaqa gigant kompaniyalarni gaplashamiz. Ulardan bittasi BlackBerry, ikkinchisi Nokia, uchinchisi Kodak. Hammasi bir paytlar o'zini bozorining yetakchisi bo'lgan. Juda ham katta, juda ham boy kompaniyalar bo'lishgan. Lekin uchalasini ham bitta umumiy xatosi bo'lgan. U ham bo'lsa, yangi texnologiyalarni mensimaganligidan va o'zini yetakchiligiga ishonib qolganligidan. Ya'ni, masalan, taxminan shu 2000-yillarda bitta odamning qo'lida Nokia yoki ishxonasida qanaqadir BlackBerry, ayniqsa Yevropada yoki Amerikada BlackBerry yoki uyda qanaqadir mana shunaqa fotoapparat, plyonkali fotoapparat, har bitta magazinning ichida o'sha paytda bundoq plonkangizni olib borib topshirardingiz, keyin bundoq foto surat chiqarib beradigan servislar bo'lardi. O'sha narsasiz nima qilib bo'lmasdi, ya'ni eslab bo'lmaydi-da bu o'sha paytlarning 2000-yillar. Hozir bo'lsa, u brendlarni deyarli hech kim eshitayotgani yo'q. Endi Nokia'ni balki eshitgan bo'lsangiz kerak, yaqinda Nvidia bilan hamkorlikni e'lon qilishdi, lekin bunga kechroq to'xtalamiz. Demoqchi bo'lganim, bu kompaniyalar gigant kompaniyalardan kichkina, hech kim eslamaydigan kompaniyalar bo'lib qolishdi. Endi nazariy tarafdan qaraydigan bo'lsak, ularning umumiy xatosi bu o'sha yangi texnologiyani mensimaslik dedik va o'zini yetakchiligiga haddan tashqari ishonvorishlik, bozor bizaniki deb xotirjam bo'lib qolish. Bugungi shu ko'rsatuvimizda o'sha o'rganadigan narsamiz bu o'sha gigantlar ham qulashi mumkin ekanligi, ular ham bir vaqtlar gigant bo'lgan kompaniya kichkina bo'lib qolishi mumkin degan narsani gaplashib, startapchilarga qanaqadir bir umid baxsh qilmoqchimiz. Ya'ni kattalardan qo'rqmanglar. Agar rostdan ham o'zingizlarni produktinglarga ishonadigan bo'lsanglar, sizlarga ham nima deydi, umid bor degan bir ideya. Xo'p, keling birinchi bo'lib BlackBerrydan boshlaylik. BlackBerry o'zi aslida BlackBerry endi yoshlar balki bilishadimi yoki yo'qmi, lekin yosh katta akalarimiz BlackBerryni juda yaxshi tanishadi. Bu ko'proq men bu biznes doiradagi odamlarning qo'lida ko'p bo'lgan, ya'ni bu qanaqadir status holatidagi telefon bo'lgan. Ya'ni BlackBerry hozirgi kunda masalan iPhone 17 Pro Max bir balo bo'lsa, qanaqadir statusingiz bo'lsa, u paytlarda BlackBerry'si bor. Undan ham yuqoriroq, ya'ni biznes klassdagi odam sifatida ko'rilgan. Agar BlackBerry'ni tarixiga qaraydigan bo'lsak, bu Kanada kompaniyasi hisoblanadi. 1999-yilda asos solingan ekan. Unaqa ko'p bo'lmabdi, ya'ni 26 yil avval asos solingan. 2000-yillarga kelib, ya'ni oradan ko'p o'tmasdan 80 million foydalanuvchisi bo'lgan ekan. AQSh smartfon bozorining 50% dan ortig'ini egallagan ekan. Kuchli tomoni o'sha payt men bu klaviaturalarda QWERTY deyiladi. Shunaqangi klaviaturasi bo'lishi va xavfsiz email, shu korporativ mijozlar hozir business class deganimda, shunaqalar uchun ideal yechim bo'lgan. Endi qilgan xatosi sensor ekranlarni mensimaganligi, ya'ni iPhone chiqib kelganda 2007-yillarda chiqqanda qanaqadir mensimagan buni. Mensimagan qanaqa ma'nodaki, xotirjamlikka berilib qolib, bu ya'ni BlackBerry telefonligini qilish kerak. Bu telefon ham kamera bo'ladi, ham u bo'ladi, ham bu bo'ladi degan narsaga ishonmagan. 2007-yilda shu iPhone taqdim qilinganda bozor albatta hayratda qolgan. Lekin bunaqa texnologiyalar ko'p ko'ramiz. Masalan, hozirgi kunda ham ba'zida men bu anaqalar chiqib keladi, laptop chiqadi, men bu notebooklar uchga boshqacha qiladi, unaqa qiladi, kichraytirib boshqa qilasiz. Endi u texnologiyalarni bilmaysiz, rostdan ham
olov olib ketadimi yoki prosta chiqib yo'q bo'lib ketadimi, endi xuddi shunga o'xshab BlackBerry ham ishonmagan bu. Prosta anaqa odamlarning orasida hozircha nima deydi, ozgina qiziqish bo'ladi, lekin baribir biz kim qanaqa bo'lsa o'shaligicha qoladi deb o'ziga qattiq ishonib o'rgan. Xo'p, agar ammo foydalanuvchilar boshqacha fikrlabdi. Ya'ni iPhone tez, sodda dizayni zamonaviy edi. Ya'ni odamlar juda qisqa muddat ichida inglizchasiga adopt deydi. Ya'ni bu texnologiyani o'ziga juda ham tez olgan. Bu klassik inglizchasiga innovators dilemma deydi. Ya'ni odamlar masalan yangilik chiqaraymi yoki hozirgi chiqarayotgan narsani yana ham rivojlantirish kerakmi, shunga o'xshagan narsalar. Va yangilik masalan avval o'yinchoqdek ko'rinishi mumkin. Hozir aytganimdek notebookingizni 3 ga 4 ga bo'lishingiz o'yinchoqdek ko'rinishi mumkin, lekin agar omma odamlarga bu qabul qilinadigan bo'lsa, bu albatta bor texnologiyani yo'q qilish mumkin. Yo'q qilish mumkin. Shunaqa. Keyin men qizig'i, hozir men bu BlackBerryni agar oxiriga yetadigan bo'lsa, 2016-yilda telefon ishlab chiqarishni to'xtatib, dasturiy ta'minotga o'tib ketgan ekan. Agar men bu raqamlarga keladigan bo'lsak, o'sha BlackBerry eng yuqori nuqtaga chiqqan payt 2008-yillarda 75 milliard ya'ni anaqa marketni qoplaganligi va hozirgi kunda 2.9 milliard ekan. Aslida hayratlanarli bu raqamlar ham, chunki BlackBerryni hozir ishlatmaydi. Hoynahoy men bu consumer market deydi, ya'ni iste'molchi marketda уже BlackBerry yo'q. Qaysidir kompaniyalar bilan qanaqadir kontraktlar tuzib, nimadir software shunaqa narsalar qilsa kerak. Endi shu yerda men qo'shib ketay. Menimcha o'sha 2000 esimda bor, men o'sha 2007-yilda o'sha bankda ishlab yurgan paytda rostdan ham siz aytganingizdek BlackBerry bu qanaqadir statusni bildirardi. Ya'ni bu odam yo qanaqadir juda ham kuchli joyda ishlaydi yoki bu odam nihoyatda kuchli biznesmen degan nimaga borilardi-da u paytda. Keyin o'sha qaysidir bir davlatlarda u даже mumkin emas edi. Masalan, encryption bor edi, qanaqadir kodlangan bo'lganligi uchun messajlari. O'shaning uchun ham qaysidir bir davlatlarda ruxsat berilmagan edi. BlackBerry desa hamma juda ham ishonchli, korporativ kommunikatsiya uchun juda ham ishonchli bir narsa deb tushunilardi-da. O'shanda 2008-yillarda 2009-yillarda esimda bor, shu iPhone chiqib korporativniy telefon sifatida ishlatilish uchun harakat qilganda ko'p o'sha procurement odamlari, ya'ni sotib oluvchi, zakup bilan shug'ullanadiganlar, ular ruxsat berishmagan iPhone'ga. O'ylashgan, bu juda ham ochiq, juda ham zashitasi sust bo'lganligi uchun, xavfsizlik tarafdan ruxsat berishmaganligi uchun BlackBerry ancha vaqt o'zini ushlab turgan, keyin yo'q bo'lib ketgan. Lekin ya'ni iPhone kirib ketib, anaqalarini, xavfsizliklarini to'g'rilab, juda ham udobniy bo'lib, lekin odamlar ham o'zi so'rashni boshlaganda, ko'pchilikni ko'rardingiz, bitta qo'lida BlackBerry, bitta qo'lida iPhone edi. iPhone o'zi uchun, BlackBerry ishxona uchun deb. Keyin yana bitta qiziq tarafi, masalan, xato deyapmiz endi, to'g'ri, ular mensimadi, lekin mana shunaqa BlackBerryga o'zini tan olish kerak. U o'zini xatosini ko'rgandan keyin harakat qilgan to'g'rilashga. Prosta kech bo'lib qolgan. Ya'ni masalan o'sha 2009-yillarda, 2010-yillarda telefon chiqqan, BlackBerry telefon chiqqan, bundoq ochilardi-da yoki yopilardi. O'sha yopilganda touch screen bo'lardi. Ya'ni boshida kulishgan edi, nima shishaning ustida yozadimi odamlar deb kulishgan iPhone ustida. Lekin 2009-yilga kelib, uje o'zligisi o'shanaqa shishada yozadigan telefon chiqarishganda, lekin tagida bundoq ochsangiz, tagida yana baribir knopkasi bor edi. Ular o'ylagan, mana shu knopka bizani knopkali telefon bizani nima qiladi, nima qutqaradi deb o'ylagan. Endi bu yoqda parallel o'tkazadigan bo'lsak, Nokia ham shunga o'xshagan bir qiziq nima deydi, tarixga ega. Chunki ular masalan Nokia 1865-yilda paydo bo'lgan ekanda, lekin ular как telefon emas, ko'proq masalan o'sha qog'oz zavodi bo'lib paydo bo'lgan ekan. 1965. 1800. Wow, demak juda eski kompaniya. Da, juda eski kompaniya. Lekin endi ular o'zini ustida ishlayverib 2000-yillarda eng katta telefon ishlab chiqaruvchi statusiga ega bo'lgan ekan. Butun dunyo global masshtabda 40% bozorga egalik qilgan. Ya'ni 40% telefonlarni bozorini ulushi Nokia'da bo'lgan ekan. Finlandiyalik o'rtoqlarim bor, ular aytishardi, hazillashib o'sha paytda.
agarda Nokia yopilsa butun Finlyandiya bankrot bo'ladi debdi. Shunchalik katta kompaniyada haligi ruschada градообразующая organizatsiya deydi, u странообразующая organizatsiya bo'lgan ekanda. Xo'p, ularni kuchli tarafi shunda bo'lganki, ular arzon bo'lgan, ishonchli bo'lgan, hamma yoqda bo'lgan, hamma tanirdi-da Nokia'ni. Ya'ni men endi o'zingiz ham eslasangiz kerak, u telefonlar o'lmas telefon edi-da. Masalan, bitta batareya yo'q, g'ish u eski Motorola'lar. Nokia'lar ham 3310 lar bo'lardi. Uni hamma ovlirdi-da. U nima deydi, kultoviy telefon bo'lib qolgan edi-da. Telefon 10 kunga ham yetardi batareyasi. Nima deydi, suvga tushib ketsa ham ishlab ketaverardi. O'yini bo'lardi, zmeyka bo'lgan o'yini bo'lardi. Ancha haligi kuchli kompaniya edi-da endi u paytda. Hech kim ishonmagan hamda, что bular qachonlardir Nokia'dan yaxshiroq telefon chiqishi mumkinligiga. Endi bular nima xato qilibdikan deb so'rasangiz, buni aytish mumkinki, bularda o'sha paytda mana bu iOS ga keyin Android ga o'xshagan o'zini sistemasi bo'lgan. Symbian degan. Siz mana nima deydi, dasturchisi, siz bilasiz. Symbian nihoyatda qiyin, ya'ni noqulay sistema bo'lgan. Ya'ni dasturchilar uchun o'sha sistemaga ya'ni Nokia uchun yangi application yozish, yangi applicationni o'sha bozorga qo'yish, Symbian sistemasiga qo'yish va u yerda uni tarqatish nihoyatda qiyin bo'lgan. Qiyin bo'lganligi uchun iOS bilan Android kelganda bu Symbiandan nihoyatda tez o'sib ketib qolgan masshtab evaziga. Ya'ni iOS bilan Androidga nima qo'yish oson, ya'ni application qo'yish. Endi hamma aytgan qoidasini qilsangiz oson-da qo'yish, to'g'rimi? Application yozish uchun nima deydi haligi, hamma o'sha telefonni yoki operatsion sistemani ichidagi bor bo'lgan standart funksiyalari juda ham tushunarli yozilgan va o'shani evaziga masalan qanaqadir application yozish osonroq bo'lgan. Keyin ular ham mana shu Nokia'ni ham yaxshi bitta o'sha nima BlackBerry'ga o'xshab qilgan xatosi bo'lganki, ular o'ylagan biza degan bozorni egallab 40% bizaniki degan. iPhone qimmat degan, biz arzon biza degan. Hech kimga qimmat telefon kim deydi? Masalan, o'sha paytda iPhone narxi ham taxminan kamida 200-300 dollar bo'lgan bo'lsa, masalan, ular o'ylagan, men $100 ga sotyapman, 300 dollarga kim sotadi? Kim sotib oladi telefonni-da? Tem bo'ldi, uni batareykasini har kuni zaryad qilish kerak ekan, uni mana oynasida bundoq o'yin o'ynab o'tirar ekan, nima kerak bor deydi. Bir kunga ham yetmaydi batareykasi. Keyin o'ylashgan, nima deydi haligi, mana shu bozor shundoqligicha qoladi deb o'ylagan-da. Ya'ni telefonda gaplashishadi, SMS orqali odamlar gaplashadi degan nimada qolishgan. Ya'ni o'ylab qolishgan. Vaholanki Android bilan iPhone telefonlari, endi iOS telefonlari hamma narsani internet kelishiga tayyorlashgan. Internet rivojlanishiga qarab rivojlanib ketaverganda. Hozir masalan qarasangiz, necha marta SMS yozasiz-da masalan. SMS yozmaysiz deyarli. Hamma narsa internetda asosida bo'ladigan narsani applicationga bog'langan bo'ladi, to'g'rimi? Yoki masalan telefon qachon qilgansiz oxirgi marta? Asosan uyga telefon qilsangiz, masalan, u ham internetda asosidagi qanaqadir application orqali bo'ladi-da, masalan. Shu ham bitta xatolardan bittasi. Endi o'sha yana bitta qiziqarli narsasi bularni 2013-yilda Microsoft bularni 7 milliard, ya'ni imенно telefon biznesini 7 milliardga sotib olgan. O'shani evaziga bular o'ylashgan, hozir biz gurkirab ketamiz deb o'ylagan, 7 milliardga sotib olinganda Apple'li o'sha telefon biznesi уже kechirasiz. Apple'li o'sha paytdagi kapitalizatsiyasi trilliondan oshgan. Bu degani bu kichkina biznes bo'lib qolganda u Apple oldida. Lekin bu boshqa tomondan Microsoftning bitta eksperimenti bo'lganda, bu to'g'rimi? Ya'ni Microsoft juda ko'p eksperimentlar qiladi. Masalan, ChatGPT, OpenAI sotib oladi, u bo'ladi. Uni ham bir eksperiment qilib ko'raylik deb 7 milliardga sotib oldi. Telefon nomi nima degan? Microsoft chiqdi. Microsoft deb tagiga yozib qo'ygan, Microsoft fond deyiladi. Shunaqa Microsoft fondlarni sotishga harakat qildi, eksperiment o'xshamadi. Yopib yubordi. Bo'ldi, ha, to'g'ri. Lekin Microsoft o'sha paytda qila olardi-da bu narsani. Ya'ni o'sha eksperiment uchun shuncha puli bor edi. Keyin masalan nima deydi, ularning ham o'ziga yarasha xatolari bor va hokazo. Lekin hozir oladigan bo'lsak, rezultat o'laroq ko'rishimiz mumkin, hamma tushundi. Bo'ldi, bu Symbian operatsion sistema sifatida o'zini oqlamadi. Kerak emas u. Yoki Android bo'lib ishlatish kerak, yoki o'sha nima deydi, iOS ga o'xshatib ishlatish kerak deb
tushunishdida. O'shandan keyin bu eksperiment tugadi. Keyin bitta o'sha anekdot eslanadi. Ya'ni 3310 degan Nokia telefoni o'lmas telefon deb hisoblanardi. Hozir esa o'sha kompaniyani o'zi yo'q. Telefonni o'zi bor, ishlayotgandir ham. Lekin anaqa o'sha qolmadi. Kompaniyani imенно o'sha tarafi, ya'ni telefon chiqaradigan taraf qolmadi. Endi albatta bu hazil deb qabul qilsak, tushunadigan narsamiz hazilni tegizil deydi. Ekosistema yoki ekotizim e'tiborsiz qoldirilsa, bozor ekosistemani e'tiborsiz qoldiradi degan qanaqadir g'oyani olg'a surilyapti bu yerda. Xo'p, endi hozir Nokia nimadan pul topyapti desangiz, ular asosan o'sha tarmoqlarni nima deydi haligi, imенно base sistema deydi. Antennalar shunga o'xshagan narsalarni chiqarishyapti. Lekin o'sha narsani ustida juda spetsializирован. Bu degani o'shaning uchun ularni Nvidia dek bo'lgan kompaniya bilan hamkorlikka loyiq bo'lishyapti. Hozir Nvidia ularga 1 milliarddan ortiq pul tikkan mana shu hamkorlikka va ular 5G dan 6G degan anaqa networkni nima qilishyapti. Endi ular ham mana bu bitta yaxshi tarafi, mana shunga Nokiaga o'xshagan, BlackBerryga o'xshagan kompaniyalarni ular o'zining xatosida o'rganadi va o'rgangan narsani ustida eksperiment qilib qanaqadir harakat qilishadi. Hozir meni endi nazarimda bo'lishi mumkin bo'lgan narsa bu o'sha ular tushunayotgan narsasi sekin mana bu Wi-Fi degan sistema bu lokalniy sistema bo'lib qolyapti. Biza globalni bog'langan bir qanaqadir tizim yaratamiz deb уже keyingi etap o'ylashyapti. O'shani evaziga bularda bir yaxshi qanaqadir nima bo'lishi mumkin. Ya'ni yaxshi bir kollaboratsiya bo'lib, yaxshi produkt chiqishi mumkin oxir oqibat. Nvidia bilan Nokia'ni aksiyalarini sotib olinglar. Yo'q. Hazil yo'q. Biz bunaqa nimani bermaymiz. Nima deydi? Maslahat bermaymiz. Biz maslahat berish, bu maslahat emas bu. Orqangizdan sudga berib yurishmasin. Yo'q, xo'p, kechirasizlar. Shu yerda o'zida aytib o'tishim kerak, o'sha 2000-yillarda 70 milliardlik kompaniya bo'lgan. Nokia hozir 37 milliardga yaqin bo'lgan kompaniya. Ya'ni shunchalik nima deydi, ko'tarilish bilan pasayish hali oxirgacha yo'q bo'lib ketmadi. Ya'ni bu o'sha startapga endi kompaniyani xarakterini ham ko'rsatadigan bir qiziq hikoya. Lekin bular ham xuddi BlackBerryga o'xshab iste'molchi marketdan yo'q bo'lib ketdi. Ya'ni iste'molchi marketdan chiqib ketishdi deyarli. Ya'ni faqat katta kompaniyalarni qanaqadir komponentlarni qilishadi. Men bu Symbian deganingiz juda ham qiziq men uchun, sababi men o'zim bir paytlar men bu iOS uchun ilovalar yozganmiz. Ya'ni Apple umuman keyingi darajaga olib chiqqan rostdan ham. Ya'ni Apple men programmasini yozish uchun o'zi til yaratgan. Ya'ni o'sha Objective-C ni bilaman, Objective-C ni ham soddalashtirib men bu Swift degan til yaratib, ya'ni bular shunaqangi Apple ekosistema yaratyapti-da. Ya'ni odamlar kod yozish uchun, men bu Symbianni qarasangiz, odamlar ilova yozish uchun C++ deyiladi, shunaqa til bor. Juda endi tillarni dodasi deydi-yu, rosa qiyin bunda kod yozish. Men bu Apple qanaqadir frameworklar qilib, juda ham oson qilib, hozir nafaqat masalan Apple yoki iOS o'zi rivojlandi. Ya'ni bular xuddi men bu katta bitta darvozani ochib berdi-da. Shu men shuni orqasidan hozir nechta startaplar masalan Apple'ni o'zi necha trillion marketli bozor, masalan hamma ana ilovalarni qo'shib chiqsangiz, masalan Uber olsangiz, masalan Uber oddiy ilova. Agar iOS yo shu narsa bo'lmaganda yo'q, hech narsa yo'q bo'ladi. Ya'ni Facebook, endi ular veb-saytlari ham bor. Ya'ni nima demoqchiman? Apple shu yangi era deydi-yu. Ya'ni umuman ko'zda tutilmagan, hech kim o'ylamagan darvozani ochib berdi hamma uchun. Ochib bergandan keyin bir qancha unicornlar paydo bo'lgan. Endi Apple albatta alohida mavzu. Endi Nokia'ni bu bilan nima demoqchimiz? Nokia uxlab qolgandi. Ya'ni uxlab qoldi. O'tkazib o'tkazib o'tkazib. Harakat qilishdi. Men masalan eslayman, yoshligimda Nokia'ni N8 degan telefonni olganman. Chunki miyamizda Nokia hali ham yaxshi telefon deb, o'sha paytlar Samsung chiqsa ham hayolimizda Samsung yomon telefon deb o'ylab, qanaqadir inglizchasiga resistance deyiladi, ya'ni qarshilik. Ya'ni Nokia'ni o'sha smartfonni ishlatganman, N8 degan, agar nomini adashtirmayotgan bo'lsam, anaqa smartfon, anaqa touch screenli shunaqa edi, lekin uje Nokia kech qolgandi. Menimcha bu yoqda bir qiziq narsani aytib o'tish kerak. Hozir chiqayotgan Nokia telefon chiqarsa ham ko'proq o'sha nostalgic marketing, ya'ni nostalgiya marketingiga asoslangan bir ish qilishadi-da. Masalan, yaqinda Matrica bor-ku.
Matrica kinosi-chi. Aha. O'sha Matritsani qaysidir bir части chiqqanida, qaysidir bir qismi chiqqanida ular o'shanga bag'ishlab bitta telefon chiqarishdi. Birinchisida asosiy giroyi telefoni bo'lardi-yu, banana deylardi. Nokia banan deyishardi. O'shanaqa telefoni bor edi-yu, bundoq bossa bundoq chiqishardi-da, bundoq bananga o'xshab turardi. O'sha telefonni sariq qilib chiqarishdida, ya'ni o'sha kinoga bag'ishlab sotildi, zo'r ketdi. Lekin anaqa sustainable, ya'ni barqaror biznes emas-da endi bu. Albatta. Endi men 3-kompaniyani ham qisqa bo'lsa ham eslab o'tsak, bu endi telefonlardan farqli o'laroq bu ya'ni fotoapparatlar, men bu Kodak. Kodakni menimcha logosini ham ko'pchilik eslasa kerak. Men bu qora kichkina shunaqa plyonkali shunaqa fotoapparat. Milnitsa deylardi. Yo'q. Sovun soladiganga o'xshirdi-da. Plastmassaviy shundoq bitta blok edi-da. O'shanga milnitsa deylardi o'sha paytda. O'sha Kodakni ko'pchilik bilmasa, balki yoshlar bilmasa ham kerak. Yoshlar o'zi internet va dial-up internetni ham bilishmaydi aslida. Lekin men bu bechara yoshlar. Sizlar ularda yoshlik bo'lmagan deydi. Kodak juda eski kompaniya hisoblanadi. Kodak kompaniyasi 1880-yillarda Amerikada George Eastman tomonidan asos solingan Fotografiyalarning qiroli hisoblangan o'sha payt. 70-yillarga kelib AQSh bozorining deyarli 90% ulushini egallagan ekan. 75-yillarda muhandis Steve Sasson degan odam raqamli kamerani ixtiro qilgan. Endi o'sha Kodakda ishlaganda u, to'g'rimi? Kodakda ishlagan. Ya'ni bu balki nima uchun buni eslatib o'tyapmiz deb aytilishi mumkin. Kodakni ham holati xuddi men boshqalarga o'xshab ketadi. Ya'ni yangi texnologiya chiqsa, xuddi men bu iPhone'lar chiqqanda buni kim ham shishani ustida kim yozadi deganda, buni ham odamlar men bu plyonkani, men bu digital deyiladi, raqamli fotoapparatlarga uncha ishonmagan Kodak. Xo'p, shu ya'ni raqamli kamerani chiqarmasligi buni anaqa downfall deyiladi-yu, ya'ni yo'q bo'lib ketishiga sababchi bo'lgan. Asosiy biznesi, ya'ni plonkalar zarar ko'radi degan shunaqa qo'rquv bo'lgan. Ya'ni hozir agar raqamli kameralarga o'tsak, plonkalar biznesimiz nima bo'ladi deb, ular bitta marketga fokus qilib, asosiy yo'q bo'lib ketadigan marketga fokus qilib qo'ygan. Rahbarlar shu anaqa raqamli plonkalar, ya'ni plonka deyman o'zi, raqamli fotoapparatlar kelganda zo'r narsa, lekin buni chiqarsak film sotuvimiz, film o'sha plonka sotuvimiz, film ya'ni o'sha paytda filmlar men bu plyonkali bo'lgan, o'shanaqa film biznesimiz o'ladi deb shunaqa qo'rquvlari bo'lgan ekan. Ya'ni shu oqibatda shunaqa yangi ixtironi o'ldirib yuborishgan, ya'ni buni qilmasdan. Endi yomon tarafi, Kodak uchun yomon tarafi, Canon, Sony, Nikon hammasi o'sha Sharqiy Osiyodagi anaqa kompaniyalar raqamli kameralar bozoriga chiqib, tezda yetakchi bo'lib qoladi va 2012-yilda Kodak bankrotlikni e'lon qiladi. Bu voqea aslida startapchilar uchun saboq shundan iboratki, agar siz o'zingizni kannibalizatsiya, ya'ni nima deydi haligi, o'zingiz yeb qo'yish deydimi? Ya'ni boshqa odamni yeyish kannibalizatsiya deydigan bo'lsa, unda o'zingizga o'xshaganni yeb qo'yish deganda, o'zingiz ichingizdagi bor bir narsani yeyish. Shunaqa o'zini yeb qo'yganda, ya'ni o'zi aslida eng qizig'i, mana bu 75-yilda Steve Sasson o'zini muhandisi chiqargan texnologiya o'zi tatbiq qilib, o'zi shu narsani orqasidan ketish o'rniga o'zini yeb yordi. Bu voqea shu boshqa mana bu ikkita ko'rib o'tgan startaplarimizni holatiga juda ham o'xshab ketadi. Xo'p, eng qizig'i bitta qiziq gap bor ekan, ya'ni raqamli fotoapparatlarning chiqishi Kodak moment degan shunaqa ibora bor ekan. Ya'ni o'zi asli Kodak shu narsani chiqarmagan, lekin Kodakning momenti bo'lib, asli boshqa kompaniyalar chiqarib, bu ham asli eralarni almashishi deb aytsak ham bo'ladi. Agar raqamlarni qisqa aytib o'tadigan bo'lsak, endi u paytlar uchun aslida juda katta raqamlar. 90-yillarning oxiriga kelib 30 milliarddan oshiq marketni egallagan va hozirgi kunga kelib 1,5 milliard ham yo'q ekan. Kodakni bu ham xuddi iste'mol marketidan menimcha yo'q bo'lib ketgan. Deyarli yo'q ketibdi-da. Shunaqa. Deyarli yo'q ketgan. BlackBerry, Nokia-larku ancha o'zini o'nlab olgan bo'lsa, bular umuman yo'q ketgan. O'shaning uchun ham Kodak moment deyiladi. Chunki men o'qiganman deb buni istoriyasini, o'sha Steve Sasson olib kelganda, u nimasi
fotoapparati bir pikselmi, 2 piksel nimada chiqargan. Keyin ular aytganki, biza ximiya bo'yicha biza professionalmiz, plyonkalarni yirtib o'rganmiz. Bizda ya'ni 2000 dan ortiq ranglarni ko'rsatib berishimiz mumkin. Sen 2 pikselli narsani olib kelyapsan bu yoqqa-da. Bizga hozir anaqa qilasan. Hozir endi telefonlar 12 megapiksel bo'lib ketganmi? Endi undan ham oshib ketganda. O'sha paytda, o'sha 70-yillarda kelganda mensishmaganda. O'shaning uchun ham codec moment deyiladi. Ya'ni bu degani sizni codec momentingiz bo'lib qolmasin demoqchisizda, ya'ni startaplarga, ya'ni misol uchun yaxshi kelib turib, ya'ni uzoqni ko'ra bilsangiz, o'shani o'tkazib yubormanglar degan ma'noda. Chunki endi nazariya innovatsiyadan qo'rqmaslik kerak. To'ppa-to'g'ri. Ya'ni innovatsiyadan qo'rqmaslik degani o'sha dilemma borda. Innovatorlarning dilemmasi bu o'sha bizda bir narsadan barqaror foyda kelib turibdi. Yangi texnologiya bizani zararlamaydi degan narsa. O'sha dilemma. Ya'ni biz doim o'zimizni nima qilib ko'rishimiz kerakmi? Ya'ni disrupt qilishimiz kerakmi? Doim o'zimizni kritik qarashimiz kerakmi yoki bo'ldi, ishonaveramizmi? Shunaqa ketaveradi deb ishonib qo'yamizmi degan ma'noda. Endi o'rganadigan narsamiz bu o'sha birinchisi bozorda yetakchi bo'lishlik, bu degani bu har doimga olib ketadi degan narsa emas. Birinchidan o'zingizni biznesingizni doim sinovdan o'tkazib turish kerak. Doim o'zingizga kritik ko'z bilan qarab, doim masalan buni to'g'ri qilyapmanmi? Balki noto'g'ri bo'lsa-chi, nima qilsak yaxshiroq bo'ladi degan ma'noda. Yana ana kundagi epizodimizda ham gapirganimizdek, mijozlar uchun nima kerak? Undan keyin texnologiya va foydalanuvchilarning odatlari tez o'zgarishi mumkinligi. Ya'ni switching cost deydi, ya'ni bitta ishlatib turgan narsadan ikkinchisiga o'tish narxi baland emasligi. Masalan, men bugun kofe bitta markadagi kofe ichyapman, misol uchun. U masalan 1 so'm turadi. Ikkinchi markadagi kofe ham 1 so'm turadi. Men bundan bunga o'tishim 0 ga teng. Chunki men bir narsa yo'qotayotganim yo'q, bitta narsadan ikkinchi narsaga o'tishimga. Bu narsani esda tutish kerak, chunki nima deydi, foydalanuvchi baribir oxir oqibat o'zini cho'nchagini o'ylaydi. Mijozlarning pulsida qo'lini ushlab turish kerak. Ya'ni bu degani ular tomirni ushlab turish kerak. Nima holatda bular, nima holatda bo'ladi doim. Shunda haligi xatolarga yo'l qo'ymaslik ehtimoli oshadi. Xatolarni eslaydigan bo'lsak, demak, birinchisi BlackBerryning xatosi. Ular iPhone'ni mensimagan. Nokia dasturiy davrni o'tkazib olgan, ya'ni o'zini Symbianiga ishonib qo'ygan. Kodak o'zini ixtirosini o'zi o'ldirib qo'ygan. Ya'ni o'zini ichidan chiqqan ixtironi ildizini topgan deydi. Ya'ni bu demoqchi bo'lganimiz, bu moslashuvchanlik, bu juda ham kerakli narsa startapchilar uchun va gigantlardan qo'rqish kerak emas. Chunki ularda bunaqa innovatorlarning dilemmasi borligini esdan chiqarish kerak emas. Albatta, ularning rahbariyatiga ham bog'liq, ular qanaqa videniyasiga ham bog'liq, lekin masalan, bular eplolmaydi deyish ham noto'g'ri. Albatta, katta kompaniya hozir o'zi bilan o'zi ovora deyish ham noto'g'ri, lekin bu narsa bor. Ya'ni katta kompaniyadan qo'rqish kerak emas. Agar produktingiz rostdan ham odamlarni, mijozlarni muammosini hal qilayotgan bo'lsa, o'shani ustida ishlayverish kerak. Shuni bir joyda men hozir qo'shib ketsam, Jeff Bezosning shunaqa gapi bor. Amazonda madaniyat shunaqa ekanki, it's always day one deydi. Ya'ni har kuni ishga kelganda xuddi men bu birinchi kun, ya'ni biz hali ham startup mentalityda ishlashar ekan. Ya'ni shunaqa gap borki, men katta korporatsiya bo'lganda bitta ideyani tepa menejmentga olib chiqib, buni realizatsiya qilish korporatsiyalarda juda ham qiyin. Startaplarda men bu narsani qilib bera olaysanmi desa, bir haftaning ichida shartta qilib tashlashim mumkin. Men bu agar katta korporatsiyalarda bu ideyani boshlig'ini oldiga olib kirishni o'zi 3 oy ketib qolishi mumkin. Ya'ni byurokratiya deydi. Shunaqangi narsalar, ya'ni baribir kompaniyalar katta bo'lgandan keyin shunaqa startup mentality, ya'ni startup mentalitetini ushlab turish menimcha juda ham muhim bo'lsa kerak. Yana bitta narsani aytib ketmoqchi edim. Shu 3 ta kompaniyaga ham bog'liq bo'lgan bitta kompaniya bor ekan, o'z aslida Apple. Ya'ni nima uchun? Sababi Apple iPhone chiqarib, ham BlackBerry ham Nokia'ni yo'qotdi va xuddi mana bu BlackBerry'dagilar aytganda, odamlar faqat mana bu telefonni faqat shu email uchun, tekst yozish uchun deb o'ylagan, lekin iPhone chiqarganda fotoapparat
sifatida ham ishlatsa bo'lardi. Bu ular ishonmagan u fotoapparat. To'g'ri, boshida chiqqanlari megapiksellari juda ham kuchsiz bo'lgan-ku, lekin kodek masalan o'sha payt eslayman, yoshligimizda maktab paytlari hammani uyida ham unaqa plyonkali fotoapparat bo'lmagan. Endi qimmat bo'lganmi yoki ehtiyoj bo'lmaganmi, hammada ham bo'lmasdi, lekin bugungi kunga kelib hammaning telefoni bor. Hamma deyarli hamma. telefon rasmga olish, videoga olish qanaqadir Oddiy holat luxury holat emas. Ya'ni iPhone shunaqa innovatsiya bilan sindirib bordi, lekin iPhone albatta hozir marketni juda katta qismini egallagan va Bu yoqda endi qo'shimcha endi vaqtimiz ham ozgina qolyapti, lekin qo'shimcha bu yoqda ko'rinmas bir o'yinchi bor. O'sha ko'rinmas o'yinchidan ham ko'p narsa o'rgansa bo'ladi. Bu u ham bo'lsa Samsung. Samsung o'sha paytda nimaga ham Nokia bilan ham BlackBerry bilan ham konkurent bo'lgan, Apple bilan ham konkurent bo'lgan. O'sha paytda bor edi ular. Ya'ni Apple dan ham oldin o'sha BlackBerry paytlarida, Nokia paytlarida Samsung ham bor edi. Unda Alcatel ham bor edi, unda Bosch ham bor edi. Hamma telefon chiqarardi o'sha paytda. Bozor boshqacharoq edi. Lekin o'sha paytda kinolar orqali, koreyskiy kinolar orqali mana bunaqa ochiladigan telefonlarni rosa nima qilishgan edi. Tarqatishgan edi bozorda. Lekin o'shalar o'zini pozitsiyasini yo'qotmadi. Nimaga? Chunki ular o'sha yerda ko'rishdi. Bularni xatosi, mana Nokia'ning xatosini ko'rdi, Apple qilgan ishlarni ko'rishdi-da, bular ko'proq o'sha Androidga nima qilishdi, haligi urg'u berib o'sha joyda yo'qotib qo'ymadi o'zini. Ya'ni adaptatsiya qilib ketishdi ular. Ya'ni jon saqlash deyiladi-yu, jon saqlash uchun o'zini o'zgartirib, jon saqlab ketdi, lekin Nokia, BlackBerry qila olmadi. Kodak momentga ega bo'lishdi. Juda ham ajoyib. Ajoyib fikrlar chiqyapti, ajoyib nimalarga kirib ketyapmiz, temalarga, mavzularga. Tomoshabinlardan ham so'rab qolamiz kommentariyalarda. Boshqa qaysi kompaniyalarni yoritib berishimizni xohlar edingiz? Qaysi mavzularni yoritib berishimizni xohlar edingiz? Albatta yozib qoldiringlar. Bizani kuzatib boringlar. Xudo xolasa keyingi gal uchrashganimizda undan ham qiziq temalarni, mavzularni yoritib berishga harakat qilamiz. Xayr, salomat bo'ling. Katta rahmat, salomat bo'linglar.